Hürmetli vatandaşım, bugünkü sağı 2020 yıl 2. ayının 17. günü. Haftaki düşenbe endi sizlerge Yakup Bey'in tercüme hal edenlikçe sözlerimiz. Kelge 20'den başlayırız. Malum ihtiyaç beyildim başka cayga. Mesela Rusya üzden askerlerini başla yötkeşki mecbur bolğanlığını körgen turuqluq mu? Üze baştın ayağı qoğdayman dep kelivatkan muqaddas menfaati üçün hücum qozğımağanlığı onun zor hatalığıydı. Mesela Rusya oturasya qoqan hallığı kel. Bunun asker çıqamağanlığı yok beynin en zor hatalığıydı. Muşundaq mühim bir peytdi. Onun bir xəstəlik qilib turğanlığını zadıla şəngili bulmaydı. Onun abdəbəki tərəfdə turub arlış qatnışını rəd qılğanlığı onun məşvar namığı ən çoğun dağ bulub qaldı. Şu qatım qozğılanı məğlub qılğandan keyin Ruslar arqıdılar Pərğanını besib aldı. Ola endi özlerinin dikkat itibarını Qashqariyaning beshiga kelgan balay afetga emas, balki Ceyhon daryosi vodisining va Kabulning vaziyatiga markazlashtirishga boshladi. Qo'qon yutib olingan va Junguliqlar Tangritog'ning shimolida paydo bo'lishga boshlagan mezgillarda Yakup Beg Rossiyaga qarata yarashish siyosatini qo'llangachqa uzaq qalmay Xudoyorxon yoki Muzaffardan salli yaxshiroq o'ringa tushib qoladigandek turadi. Butunlay turadi. Ammo mushu mezgil ichida yuz bergan ishlar masalasini butunlay o'zgartirib o'tdi. Bu masalani keyingi bobda muhokama qilamiz. Yakup Begning Rossiya bilan bo'lgan munosabati to'g'risidagi bayonimizda onun aprel o'qish hissiyotimiz bilan mushu yerda oyoqlashtiramiz. Agar uningda 1875-yil ifodalangan ojizlik ko'rilmagan bo'lsa, bundaq munosabat so'zsiz mukammal bo'lgan bo'ladi. Masalan, Qo'qonga yordam bermaganligidan iborat yetersizlik ko'rilmagan bo'lsa, texmi mukammal bo'ladi. Yakup Rossiyaning Uyg'uristonga xo'ja bo'lish yo'lidagi o'rnishiga dadil taqobil turib va izchil qarshilik ko'rsatib, bizdan hurmatimizga va maqtashimizga sazovor bo'l. Mushu jumlani o'ylang, vatandoshim, sazovor bo'l. Uning shu qatimqi savdoligini hisobga olgandimi, qadrlashimizga arziydigan ishlarni tugal yo'q chiqarishga bo'lmaydi. Agar Rossiyaning homiyligini o'chab ketgan bo'lsa, bugun mustaqil davlat deydinglar. Uyg'uriston. Enlikka 11-bob. Yakup Begning Angliya bilan bo'lgan munosabati. Yakup Beg hukmronlik qilgan davrdagi Angliya Qashqariya munosabatini bayon qilgan chaqda bu munosabatni belgilab turgan yo'shurun iqlimni oldingi bobda Rossiya bilan Qashqariya o'rtasidagi qarama-qarshilikni bayon qilgandek inchikilab tafsiliy bayon qilishimizdan hojati yo'q. Ataliq gazining savdo-sotiq jihati Angliyaga yo'l qo'yganligi bizni xushal qildi. Shuning uchun biz uning do'stlik qo'limizni uzatdik. Yakup Beg Rossiyaga shuning o'xshash o'rin berishni uzoq vaqt rad qilib kelgan va ma'lum bir mezgilgacha Angliyaning muhofazati ostida tashvishsiz yashab, xo'riga texmo o'sib qolgan edi. Şunu Rusya buna da xafa bo'ldi. Hukumatimiz bu hukmronning dadil harakatiga qarab, agar O'rta Osiyoda urush portlab qolsa, oqibatdan qanday bo'ladiganligini xato mo'ljallanganlikdan Yakup Beg va uning elchilariga bizdan Qoraqo'rg'on tog'larining o tarafidagi ishlarga aralashmaydiganligimizni ochiq uqtirgan edi. Diqqat. O'rta Osiyoda urush portlab qolsa, oqibatdan qanday bo'ladiganligini xato mo'ljallanganlikdan Yakup Beg uning elchilariga bizdan Qoraqo'rg'on tog'larining o tarafidagi ishlarga aralashmaydiganligimizni ochiq uqtirgan edi.
Angliya Yakup Bey'e şunda uqtirgan edi. Endi ötmüşte Uyg'uristonda sayohat qilib qaytib kelgan sayohatchilarning bu davlatda g'alati ish bo'pti. Jungoliklar qo'g'lab chiqarilibdi. Qo'qondan kelgan yangi podshoh taxti o'ltiribdi deb elib kelgan xabarlari Robert Shaw apandining Angliyalik Qir tatarlari degan qiziqarli asari e'lon qilingandan keyin kengayib qolgan nazar doiramiz bo'yicha qarab chiqsak, ondan o'zimizning dastlabda Yakup Bey'ning nomi bilan qandoq tunishganligimizni 7-8 yil ichida inglizlarning uning shon sharafini cho'ridib, 6 shahar yer zamini munbat aholisi ko'p yer ekan. U yerni xuddi Hindiston tog'laridan jungoliklarning Tağrı tağları için sözülgan toqonuşunu, pasaytiş rayini bolgan Kabolga oxşaş Ruslarning ilgirlişini tosadığan tosak qilishqa bo'ladigan degan gaplar qandoq to'qib chiqarilganligini eslab o'tsak ahamiyatsiz bo'lmas. Bu şirin işler hazır tügep onun ordunu jungoliklarning intayin uçuq ve ameliyatda mavjud bo'lgan g'alaba manzarasi egalladi. Endi bu yerda Charles Bolgerning siyosat maydoniga munosabatda diqqat qilish vatandosh. Himalaya tog'larining ichidagi jirolarda turgan har qanday bir kishida bu jihatda Robert Shaw apandim nopuz egisi Çin davlatining ahvolini bir uqsam degan istak cho'qon tug'ildi. Garchi bundaq istak nihoyatda tabiiy bo'lsa-mu, ammo tabiat dunyosining to'sqinlik kuchi intayin zo'r edi. Warren Hastings bu yerda sanskrit tilida Çin qorliq tog'ning tashqi tarafi. Sanskrit tilida Çin degan so'z qorliq tog'ning tashqi tarafi. Qarlıq dağının küngey tərəfi digərlik buludur. Ma isimli bir yerdə xəbər təpaldıq ya, Çin digər. Sırab tügət gelib olmaydığan İngilizlərinin məqsədi, tosqulluq küçü intayin zor idi. Warren Hasting'nin 2. dəvrdən başlap, Warren Hasting degeni 1818, 1732 ve 1818 yılları Büyük Britanya İmperiyasının Hindistan'daki tüncü valisi Warren Hasting'nin davrdan başlap Tibet'ni öz gözü bilen görüp geliş sanap tüget gelip olmaydığan İngilizlerinin məqsədiydi. Ama bu məqsədki aran 3 İngiliz yeterligen idi. Onların içindeki en ahırkı birisi bundan 66 yıl ilgiri bu məqsədki yetke Nepal, Sikkim ve Bhutan'dan Tibet'e bargılı boluduğan 40-50 tağ yolu var idi. Bizden çığramızdan o tarafı yüksek derecede medeniyet ega ve teyişlikperver millet olduraklaşkan. Halbuki bizden ular doğruluk bildiğanlarımızdan nayt az bolğanlığı ekspediyicilerini özüge celip kılıp duruvatkan bir nişanı bulup kaldı. Halbuki Warren Hastings bilen Thomas Mann'ın hiyalı zadıla emelge aşmadı. Thomas Mann 1772-1818 Angliyalık Cahangir unsur. Doktor süpti bilen Hindistan jungo'ga ziyorat kelgan. Tibet'e yoshurun kirib, Lxasaga bargan tunji İngiliz. Birisi arzu qilib kelgan sayohatchilarni qo'rqitib orqasiga yandurdi. Ular kichik Buxoro degan yerda har bir odam o'zining beshini qo'ltiqqa qisib yuradi ekan. Sayohatchilarning bu joydagi yo'l azobi va xayim xatarlardan qo'rqib orqadan qaytib ketishganligi tamoman tushunishdi.
degan edi. İngilizlardan pichoqning bisidek xatarli qarqurum ve koyilin tağlırdan texi hech kim o'tib boqmagan bo'lsa-mu, lekin Sanjo, Xotan ve uning atrofidagi joylardan Ladaqda pat odam kelib turardi. Ladaqqa pat odam kelib turardi. Ular o'zlarining shimoldagi joylarda yuz bergan siyosiy voqealar to'g'risida xabar yetkazib turardi. Ular elip gelgen axbaratlar köpünce oydurma, mücmel ve mübalik kılıngan axbarat bolsumu, her halde biz Uyguristan'ın aynı vaktki ahvalıdır. Mesela o yerde tinçlik, ortulganlığı yoki uruş buluvatganlığı, xalqning razı ekanligi yoki narazı ekanligidan xabar tepe turatdik. Adetli cünguluklarning aşı keng rayonlarga Ataktırı Ökmüran işkenligi köpçülükü ayan bolsuma. Cünguluklar bir fakat Ataktırı Ökmüran izleyeceğiz değil mi? Tabi Cungarla yani Mancular. Cünguluklar emez Mancular. Ataktıla köpçülükü ayan bolsa-mu, ama cüngoluklarının meşhur ayın bilen saklap kılıvatkan hakiki münasibeti bu joylarni qandaq istila qılganlığı, ularning öz istilasını qaçangıca ve qandaq saklap kelgenligi qatarlıqlarını texi aydınlaştırıp alalmagan edi. Dervaqa bu sırrı 1857 yılı bilimlik seyyah Adolf Schlagen Watt yerlik bir qancha mulozimi bilan birga Qashqarga berib ochdi. Bu sirni ochdi. Shunday qilib dastlabki qiyinchilik shunday muvaffaqiyatli bo'ldi. Go'yo taqdir ilohiy uning tavakkalchilik ishiga boshida ochiq chiroy bilan qaragandek qiladi.